Ha, onasi tinchlikmi? Xafaman. Nimaga? Qani menga sovg'a? Voy, seni har kuni sovg'a olib kelaman. Endi bugun bir kun esimdan chiqib qolibdi onasi. Yo'q, kechirmayman. Ha, seni nasibangni olmaguncha qo'ymaysan a? Shunaqamanda. Mana sizga sovg'a. iPhone? Telefon oldingizmi menga? Albatta. Rostdan mengami? Ha, Rostdan? Rostdan. Boringizga shukur dadasi, katta rahmat, juda xursand bo'ldim. Dadasi, shunaqa shirin ovqat qilganman, birgalashib maza qilib yeymiz. Marhamat. Kiring. Rahmat. Ke bolam, yaxshi Assalomu kelding, onajon. ha? Ha, keldim. Ishlaring yaxshimi? Ishlarim yaxshi. Charchaming yaxshi O'zingiz yetib tinchmisiz? keldingmi? Ha, rahmat. Telefonim jingillab qoldi, ovorchi. Hop, onajon, hozir. Hozir. Voy, uncha qolib ketding, nima? Yana o'chib qoldimi? Ha, o'chib qoldi ona. Yani batareyasi o'libdimi? Zaratga qilish kerakmi? Ha, qo'yaver, zaratga tiqsam o'zi kelib qoladi yana. Dadasi, mana shunaqa shirin ovqat qildim. Voy, nimaga turibsiz? O'tiring. Qarang, shunaqa shirin. Sergosh qilib olib qo'ydim sizga. Biz yeb oldik, siz bemalol yeyvering, xo'pmi? Ol bolam, ol. Bizni yeb oldik, ol bolam. Hozir issiqqina choy olib kelaman. Uncha tikilib qolding, ol bolam, ye. Bizni yeb oldik. Oyijon, choy. Rahmat. Dadasi, choy. Nimaga ovqatingizni yemayapsiz? Yoqmadimi? Oyijon, shunaqa yaxshi farzand tuqqansiz, shunaqa yaxshi inson. Bilasizmi, sizga bugun sovg'a olib kelibdilar. Men hozir Oyijon, sizni telefoningiz eskirib ketganini bilib, o'g'lingiz sizga yangi telefon olib kelibdi. Sen sovg'ani yaxshi topshirasan. O'zing sovg'a qilgin oyimga deb menga berdilar. Mana Oyijon, oling. Rahmat, bolam. Oyijon, ishlatishni o'zim o'rgatib qo'yaman, xo'p? Xo'p, bolam. Ha, dadasi. Endi men ham qo'shnilarga chiqib maqtanar ekanman-da. O'g'lim, kelinim telefon sovg'a qilishdi deb. Dadasi, Rahmat senga. sizga rahmat. Bilasizmi, har doim sovg'a olib keling deb birinchi o'zimga olardim. Endi bundan keyin nima olib kelsangiz ham birinchi Oyijonga beramiz, xo'pmi? Ona shundayki, hech unim kam, bunim kam deb so'ramaydi ham. Bu dunyoda farzandidan hech narsa talab qilmaydigan yagona inson bu onadir.